Akalar Chortoqdamiz, Namangan viloyati Chortoq tumani. Xudo xolasa mana 1.5lik kraskali yana doimgidek Chortoqlik akalarimiz, klientlarimiz doim kraskali pechka zakaz qilishyapti. Kraskali 1.5lik pechkamizni olib kelib o'rnatishlari bilan qilib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana pechkamizni tortishlari juda go'zal holatda bo'ladi. Umuman bu yoqqa tutun qaytarmasdan eshigini ochgan holatda ham bemalol yonadi. Mana chiroyli holatda. Pechkamiz eng sifatli. Pechkamizda akalar 6 ta оборот bo'ladi. 1.5lik pechkamizda 6 ta оборот bo'ladi. 1.35lik pechkamizda 9 ta оборот bo'ladi. Biz qo'shimchasiga yana bitta оборот qilamiz. Оборотini tozalaydigan joylargacha qo'yib qo'yamiz. Mana zigzag оборотini tozalaydigan joylar. Bu pechkamizni hamma оборотini mana bunaqa narsa bilan bemalol 0 dan 100 gacha tozalab olsa bo'laveradi bemalol. Bu оборотlar qilishligining sababi issiqni ko'proq o'zida ushlab turadi hamda o'tin, ko'mir, gaz rasxodlari ancha ekonom bo'ladi akalar. Shunga оборотini ko'paytirib qilinadi. Qo'shimchasiga оборот qilib qo'yamiz. Оборот qilganimizda ham zo'r tortadigan qilib o'zimiz o'rnatib beramiz akalar. Bu xonadonimizga akalar ikkita pechka o'rnatdik, bir emas ikkita pechka. Uni ham ko'ramiz. Buni oldi tarafdan ko'rinishi bu, orqa tarafini ham ko'ramiz bu qator. Buni hozir yoqib qo'yganmiz. Kraskalar kuyish jarayoni ketyapti. Bir qator tutun chiqib kraskasi kuyadi. Keyin veshna o'ziga yopishib qoladi. Bu mana tozalaydigan narsasi bilan zo'r qilib ponni tozalab olsa bo'laveradi. Ikkita pechka bizdan zakaz qilsanglar, mana shunaqa tozalaydiganlarni qo'shib beramiz. Xudo xolasa, kamini ham qilib beramiz. Ikkinchi pechkani ko'ramiz ketgan. Mana akalar, ustasiga farqi yo'q deganlaridek, bu yerda pechkani o'rni bor edi. Pechkaniga ponni yarimtaki g'ishlar urgan ekan, o'zidan chiqqan g'ishlarda endi bular. Yarimtaki g'ishlar urgan ekan, biz buni chiroyli holatda mana tekis qilib yarimtaki g'ishligini bilintirmasdan chiroyli holatda urib berganmiz. Uyda egasiga hech narsa rasxod qildirmasdan o'zini g'ishini urib bitkazib berdik. Bezagini suvog'ini qildirib olsa, umuman bu bilinmay ketadi, chiroyli holatda bo'lib qoladi. Kafil yopishtirib, trimming chizib, xohlagan remontingizda remontini qilib olsangiz bo'laveradi. Buni ham tortishlari juda go'zal holatda bo'lgan. Juda go'zal holatda bo'ladi mana. Tortadigan qilib, zigzag оборотлari bo'lsa ham, pechkamiz o'zida 6 ta оборот bo'lsa ham bemalol bu yoqqa tutun qaytarmasdan zo'r tortadi. Pechkalarimiz sifatli, kraska o'sha 1200 gradusga chidaydigan kraskalar sepilgan holat. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsata olamiz. Xizmatlarimiz vodiy ichida 3 million so'm qilib beramiz. Uyingiz uzoq yaqinligiga qarab, pechkani o'rniga, joy holatiga qarab narxi kamayishi yoki ortishi mumkin bo'ladi akalar. Ikkita olgan klientlarimizga o'tib beramiz, skidkalari bor. Pechkani o'zini ham xohlasanglar yetkazib bera olamiz. Tojikistonlarga ham chiqarishimiz mumkin. Narxlar kelishilgan holatda bo'ladi. Mana shu pastdagi raqamlarda Telegramlarimiz bor. Telegramdan aloqaga chiqsanglar ham bo'laveradi bemalol. Rossiyada akalarimiz bo'lsa ham Telegramdan aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda kelishib xizmat ko'rsata olamiz. Istalgan nuqtaga pechkani yetkazib bera olamiz, o'rnatib bera olamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Videoga like bosib, pechka kerak bo'lgan yaqinlaringizga ham video tashlab qo'yasiz.